yo'qlikni gapiravermasdan bir borlikni ham gapirish kerak. Shashliklar yeganda bozorlar zo'r bo'layotganligi, cho'ntaklar pulga to'layotganligi, dollar qilib tashayotganligi bitta qilib shularni ham deb gapirish kerak. Qisam bir bola uyga borib xotiniga aytdi. Xotin debdi, "Hamsa ertaga bozordan kelaman, maqtanaman, onam o'tirgan bo'ladilar. Bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'limizga tegmadi, shogirdlar charchab ketdi, ko'ribkalar pulga to'ldi" deyman. Agar dadasi bozoringiz zo'r bo'lgan bo'lsa, 2 dona grill olib keling deysan, qani onamiz nimadir keldi. Ertasiga bozor, ertaroq aytmaymanmi dedi. Shunaqa zo'r bo'ldi, bunaqa bozor ko'rmagan edim. Haqiqatda korobkalar pulga to'ldi deydi. Qo'lga tegmayapti deydi. Kechqurun kelib xotin hammamiz o'tirdik. Bozor shunaqa bo'ldi dadasi, ayasi desa, ayasi dadasi agar bozoringiz zo'r bo'lgan bo'lsa 2 dona grill olib keling desa, işte bilaman. Onamning ko'zlari yalt yondida, agar o'g'lim bozor yaxshi bo'lgan bo'lsa, bir dona to'rg'ama shashlik olib kelgin, qandaydir ko'ydim shu